kelin kvartirani sotib, yana qaynotasiga qarab, "Mani kvartiramni topib beringlar" deyapti ekan. Hozir men shu bitta narsaga guvoh bo'ldim. O'g'il bilan kelin hozir kelisha olmasdan ajralib ketgan. O'sha uchun qaynota va qaynona kelinga shu nevarasi uchun bo'ldi, o'sha yashamasa ham mana shunga bitta xona olib beraylik deb bitta kvartira olib bergan. Endi gapni eshiting. Kvartira olib bergandan keyin ana u kelin 1 oy yashab, kvartira o'z nomida ekan. 1 oy yashab, kvartirani sotib yuborib, pulini olib, yana qaynota bilan qaynonaga aytayaptiki, "Menga yana uy olib beringlar, meni uyim yo'q" deb sudga da'vo qilayotgan ekan. O'sha uchun agar hayoti o'xshamagan bo'lsa, qaynota va qaynonalarga mayli nevarasi uchun, jigarbandi uchun olib berishadi, rahmat. Lekin bunaqangi kelinlardan ham Xudo asrasin-da, o'z uyini sotib yana da'vo qilyapti. Tavba qildim. Bu xonamiz 3 xonalik bo'ladi. Birlansetiga birdan aytib ketay. 3 xonalik 9 qavatlik binoni 5-qavatda joylashgan. 92 mingga srochniga sotilyapti. Zaxida jivi tayyor. Kattalar uchun yotoqxona bor, zal bor. Bitta bolalar uchun yotoqxonani ko'rsatamiz. Bu tashqari taraf eshikdan kiraverish juda ham shinamgina, dekorlarni mana shu zo'rni qilgan. Bu esa bolalar uchun yotoqxona. Mana shu nevarasi uchun uyni olib bergan qaynota bilan qaynona. Ha, go'rga shu o'g'lim bilan mana shu yaxshi yashamadi deb. O'shani ham sotib qo'yibdi-da. O'sha uchun uy olib berayotganda qaynota o'zini nomiga uyni oformit qilib olib, o'sha nevarasiga vasiyat qilsa, onasi sota olmaydi. Kimga mana shunaqangi ma'lumot kerak bo'lsa, mana lichkamga obuna bo'lib qo'yinglar. Men sizlarga kerakli ma'lumotlarni beraman. Ayollarimiz yaxshi ko'radigan bitta kuxnini ko'rsatamiz. Operator, kuxni. Mana shu mebel, do'xontirni katyol, hamma sharoit bor. Xolodilnik bor. Eng qizig'i, mana shu yonimizda korobkani narxi $1000 bo'lgan. Hozir yonimizda qurilyapti korobkaning narxi. $1000 dan tushyapti mana shu narsa. 92 mingga berishyapti.